Avalon, Shivaki, Artel mahsulotlari eng arzoni qayerda? O'zini firmaning do'konlarida yoki zavodda bo'lishi mumkin, lekin ulardan ham arzon bizada. Mana sizlarga hozir mana shu Avalon brendini zo'r apparati misolida bitta ko'rsatib o'tamiz. Ikkisi birda, ya'ni ham uvlajnichel, ham havoni namlab beradi, ham tozalab beradigan apparati. Mana shu apparatimizni ko'rib turganingizdek, havoni namlab berish uchun 2,5 litrgacha bemalol suv solsanglar bo'ladi. Xonani kvadrati 55 kvadrat metrgacha bemalol yetadi. Bu apparatimizni boshqarish juda qulay, ko'rasiz, sensorli upravleniya va yana bitta qo'shimcha spyashi rejimi ham qo'shilgan bunga. Mana filtrlarni ham ko'rishingiz mumkin. Voy, o bahaybatligini buni spesialni shunaqa filtrlari, HEPA filtr deyiladi. Bu xalq tilida aytganda HEPA filtr eng oxirgi pokoleniya filtrlaridan. Yana funksiyalariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ko'rasizlarmi, tuya programmasi orqali bemalol Wi-Fi ga ulab boshqarsanglar bo'ladi. Yana qo'shimchasiga filtrlarni aytib o'tganimizdek HEPA filtr bemalol xonanglarning hajmi, kvadraturasi 55 kvadrat metrgacha bo'lsa, bemalol buni kuchiga yetib beradi. Buni kam kvadratli modellari bilan adashtirmaydi. Aynan shu apparatimiz 55 kvadratga mo'ljallangan. Buni unutmanglar. Bundan kichkina modellarni ham, hatto 40 kvadrat, 30 kvadratga mo'ljallanganlarni ham internetlarda ham, o'zini maxsus magazin yoki bozorlarda ham naqd 2,4 ming so'mdan 3,5 million so'mgacha sotishyapti. Bizda bo'lsa originali, mana shunaqa kafolat talonlari bor, 3 yil garantiya beriladigan modelini bizani obunachilar uchun $145 qilib beramiz. Bizani do'konimizga kelib, aytib o'tganimizdek, hatto zavoddan ham arzon narxga mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa chayniklarni elektrический olishingiz mumkin. Masalan, 99 ming so'm tarozilar bor, har xil dazmol, uyda, ro'zg'orda nima ishlatilsa, hammasini kelib xarid qilishingiz mumkin. Bu do'konimiz aynan sizlar uchun, obunachilar uchun soni yetarlicha hammaga yetadi. Bahoriy bayramlarni yaxshi kayfiyatda o'tkazish uchun sovg'a olish esdan chiqmasin. Rahmat hammaga.